O'zi 6 oyda 0 dan IELTS olganlar bo'lganmi? Yo'q, hali bunaqasi bo'lmagan. Agar siz harakat qilib ko'rsangiz, birinchisi bo'lishingiz mumkin. Murodilla aka, o'quvchilarning natija ko'rsatishi ko'proq kimga bog'liq? Ota-onami yoki o'quvchining o'zigami? Birinchi o'rinda albatta ota-onaga. O'quvchining o'rganishi yaxshilanmasligiga kim ko'proq aybdor bo'ladi? O'quvchimi yoki ota-onami? Bu ham ota-onaga bog'liq, chunki o'quvchi ko'p vaqtini baribir ota-onasi bilan o'tkazadi. Nazoratda bo'lmagan o'quvchidan yaxshi natija kutish juda ham qiyin. O'quvchi tezroq natija ko'rsatishi uchun kim ko'proq sababchi bo'ladi? Ustozmi yoki o'quvchimi? Bunda birinchi o'rinda o'quvchi. Qayerda o'qigan yaxshi? Shahar yoki o'z hududida? Albatta shaharda, agar o'quvchi vaqtini ko'p qismini ko'chada sarflamoqchi bo'lsa va o'rtoqlari bilan aylanib kelishni xohlasa, lekin ko'zlangan natijaga tezroq erishishni xohlasa, albatta o'z hududida o'qigani yaxshi. 6 oyda 0 dan IELTS olsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi, agar siz har kuni muntazam, uzluksiz ravishda 8 soatdan shug'ullanadigan bo'lsangiz, natijaga erishishingiz mumkin. Rise Up o'quv markazida siz tajribali ustozlar bilan tezroq natija va sifatli ta'lim olasiz.